Bugungi manzilimiz Erchi savdo markazi. Qani ketdik. Marhamatni sog'inganlar uchun bugun Erchi savdo markazini ko'rsatamiz. Savdo markazi hududida kiraverishda mana guruchlar, har xil don mahsulotlari bor. Bu yoqda telefon aksessuarlari, o'ng tomonda esa ziravorlar. Buni xarid qilishingiz mumkin. Savdo markaziga kirganingizda mana birinchi do'konda ustalar uchun tesha, ro'zg'or uchun ketmon, lapakki, xullas nimaiki kerak bo'lsa, hammasi shu yerda bor. Shu banalda kelaveradi. Mototsikl, skuter, xuddi mana shunday texnikasi bor insonlar savdo markazidan shu insondan bemalol zapchastlarni xarid qilishingiz hamda kelib remont qildirishingiz mumkin. Texnikalar, barcha zapchastlarni avaz bergan do'kondan. Mana bu do'kondan esa traktor uchun mana bunday zapchastlarni, texnikalarni xarid qilasizlar. Balg'ovga qiziqadiganlar bu do'konni hammasi bilsa kerak. Qarmoq disklarmi, qarmoq aksessuarlari, baliq uchun nimaiki kerak bo'lsa hammasini shu yerdan, shu do'kondan xarid qilasizlar. Temirchilik bilan shug'ullanish mana bu yoqda. Elektr jihozlarini ta'mirlash, ijaraga berish va sotish bilan shug'ullanuvchi shu do'kon ham Erchi savdo markazida joylashgan. Instrumentlarni bemalol remont qildirishlaring, ijaraga olishlaring va bu yerdan mana bunday instrumentlarni sotib olishlaring mumkin. Shu akamiz oldiga kelaverasizlar. Velosiped uchun zapchastlar, mana bunday texnikalar, tarozlar, hammasi nimaiki kerak bo'lgan mahsulotlarni Erchi savdo markazidan topishingiz mumkin. Suv nasoslari, drill shupur, bunday dori apparatlari hammasini Erchi savdo markazidan xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, savdo markazida demak birinchi qatorida gaz ballonlar, ventilyator yog'i so'zdan kelyapti. Mana bunday g'ildirak balonchalarni ham bemalol kelib xaridga qilsa bo'ladi. Ushbu videoni marhamatli do'stlaringizga yuborib qo'ying. Agar siz ham Erchi savdo majmuasiga tashrif buyurgan bo'lsangiz, videoga like bosing.